Xitoyning Sharqi Turkistonda erki qirg'inchiligi yurgizishda yuqori texnikalardan foydalanganligi hammaga ma'lum. Xitoyning hukumat torlarida oshkorlanishicha, Qarmay shaharlik soqchi idorasi 29-iyun kundan boshlab Junki Tianji shirkati sinab qilib ishlab chiqargan 20 dona odamsiz charlash mashinasini rasmiy ishga kirishtirgan. Qarmayda ishga kirishtirilgan bu odamsiz charlash mashinalari Xitoy hukumatining yillardan beri davomlashtirib kelayotgan taqib nazorat sistemasining texnik kuchayayotganligi va boshqa joylarga umumlashayotganligini ko'rsatdi ekan. Dunyoning o'xshamagan davlatlardan kelgan 100 dan ortiq ommaviy tashkilot bir yerga jam bo'lib, Sharq Turkistonda davomlashayotgan erkiy qirg'inchilikni to'xtatish va Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligiga qarshi xalqaroda o'rtaq pozitsiya tutish uchun jiddiy chaqiriq qildi. İstanbul, London, Manchester, Edinburgh, Toronto, Washington, Sydney, Melbourne ve Brisbane qatorliq shaharlarda 2022 yili 31-iyul erkiy qirg'inchilikni to'xtat nomli axborot e'lon qilish va namoyish faoliyati o'tkazildi. Aqsaray Davlat bexatarlik kengashining strategik aloqa maslashtiruvchisi John Kirby, Turkiya, Rossiya, Ukraina va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti o'rtasida imzolangan Ukrainadan ochliq va yemekliklarning bexatar to'shilishiga kafolatli qiladigan kelishimni qarshi oladiganligini bayon qildi. Kirby mundaq dedi: Amerika bu qadamni qarshi oladi. Biz Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterres va Turkiya prezidenti Erdo'g'anning bu kelishimni tuzishda diplomatik rahbarlik qilganligiga rahmat aytamiz. Yevropa İttifaqı birikish, ya'ni Angliyaning Yevropa İttifaqıdan ayrilish kelishimining Shimoliy Irlandiyaga aloqador qismiga xiloflik qilganligini bahona qilib, Angliyaga qarata 4 turlik yangi qonuniy da'vo boshladi. Xalqaro adliya sudi Gambiyaning Birma ustidan sungan Rohingya musulmonlarga qartilgan erkiy qirg'inchilikni tekshirish delosida Birma doiralarining barliq e'tirozlarini rad qildi. Qarorda Birmaning sud mahkamasiga sungan 4 norozilik arzidan 3dan 1dek rad qilinganligi va Xitoy sudining qarshiligi sababidan bir e'tirozning ko'p sonliq bilan birga rad qilinganligi o'tirg'i qo'yilgan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Parijda Misr prezidenti Abdul Fattah al-Sisi bilan ko'rishdi. Elchisi sarayda bayonotida Misr va Fransiya prezidentlarining kelomat masalasini o'z ichiga olgan barliq masalalarda hamkorlikni kuchaytirishga qo'shilganligi ko'rsatildi. Xabar qilinishicha, O'rta Osiyo boshliqlar yig'iniga sohibxonlik qilgan Qirg'iziston taraf Qozog'iston va O'zbekiston rahbarlariga qirg'iz madaniyatini cho'nqur his qildirish uchun maxsus sayohat va faoliyatlarni o'rinlashtirgan. Qirg'iziston, Qozog'iston va O'zbekiston rahbarlari birlikda ko'chman chidirlarni ziyorat qilgan. Qo'l hunarvanchilik buyumlarini ziyorat qilgan va birlikda an'anaviy tantarbiya o'yinlarini ko'rgan bo'lib, uchaylarning samimiy ko'rishlari diqqatni tortdi.